Toshkentda taksi qiladiganlar uchun mana xushxabar. Viloyatliklar ham Toshkentda taksichilik qila oladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Videoroligimiz maksimal darajada tarqalishi uchun videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Viloyatliklar ham Toshkentda taksichilik qila oladi. Transport vaziri. Qaror noto'g'ri talqin qilingan deya jurnalistlar bilan uchrashgan transport vaziri Ilhom Mahkamovdan iqtibos keltirilmoqda. Kun.uz muxbiri. Izohlanishicha, 2-apreldagi hukumat qarorini litsenziyalovchi organ mas'ullari noto'g'ri talqin qilgan. Vazirlik matbuot xizmati ham qaror talablarini o'z vaqtida tushuntirib bera olmaganini tan oldi. Bu haqida tez orada batafsil axborot berilishi kutilmoqda. Eng tezkor va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun bizning kanalga, ya'ni Xabarlar markazida kanaliga obuna bo'ling.